Assalomu alaykum. Bizni internet tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'tmoqchi yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz xo'p, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona eshik, bir dona ro'mollik o'rnatib berdik. Avvalambor razmerlar uchun o'taman. Razmerlari enlari 240 cm, bo'ylari 3 metr bo'lyapti. Ikkala qanotini teng qilib, ikki qanotli qilib berganmiz. Saylariga alyumin kartondan qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'ldi. Mustahkamligi behijolat bo'ldi. Oynalari keladigan bo'lsa, oynalar bir qavat oq oynalarni qo'yib berganmiz. Oddiy sherochkalar, mana termo rochkalarni qo'yganmiz. Usul yopishlar hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Bu yonida 45 cm, bo'ylari 280 cm yonida bakovchalari bor. Plus yonida bir dona 1.45 ga, bo'ylari ham 1.45 cm romi bor. Nosilish yo'q. Do'konda litsenziyasini yonida bo'lganligi uchun ochilish qo'yib bermay qo'ya qoldik. Litsenziyalari, tepaga chiqishlari o'ta go'zal bo'lib bitdi. Penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqdik. Yonida rizq go'sht mahsulotlari do'koni bor ekan. Sizlarga qisqaroq qilib tushuntirganda, Yozyovon svetofordan kelishda Navoiylarning yonida Xitoyliklar xudo xolasa nima ochishgan ekan, kiyim-kechak magazin ochishgan ekan, shunga eshik qo'yib berdik. Har doimgidek bizni izog'imizni yaqin qiladigan, og'rimizni yengil qiladigan xudo xolasa 0.45 qizil maskovchimiz, qizil tulporimiz xizmatimizni o'tayapti. Xudo xolasa razmlarni tushuntirib o'tdim. Общий narxlariga keladigan bo'lsak, Yozyovon Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona eshik, yonlari ochilmaydigan 40 cm bakovchalari bor. Plus bir dona rom olib kelib o'rnatib berishimiz. Xo'p, 6.500.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik-romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xonakbar.